Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar, qanaqa ahvolingiz, yaxshimi? Mening ismim Tug'loq Hamid. Shvetsiyaniki poytaxti Stokgolmda yashayman. Men navbatda ota-onamniki qonunsiz nahaq kesilib ketganligi uchun Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmga hukumat, ya'ni parlament binosining oldida Xitoyga qarshi norozilik namoyishimni qilyapman. Bugun tushdan kerak chiqib qoldim. Chunki atgan ishladim, bayroq tushib bilan keldim. Hozir men yana 1,5 soat turgandan keyin ketaman. Tunugungi bo'yicha yasatgan narsamni akitishim kerak. Berib boqay shu yerga. Xudo xolis bitgan bo'lsa, uni olib ketib, ertadan boshlab bo'ldi. Men endi shu norozilik namoyishini qilish jarayonida haqiqatan chiqib ketishdan burun kundagiga o'xshash uydagilarninki misli guvohlikqa berib chiqib ketmoqchi. Mening dadam Hamid Abdurahmon bo'lsa 1954-yili 5-oyning 20 kun tug'ilgan bo'lib, İli oblastlik telegraf idorasidan dam olishga chiqqan. Opam Sadat Povdun bo'lsa 1956-yili 8-oyning 21 kun tug'ilgan bo'lib, Ili mehmonxonasiga qatnash, ya'ni koni Elefandiyandan shu nimaga chiqqan, dam olishga chiqqan. Mening opam dadam 2017-yili 1-oyning 27-kuni sahar soat 9 atrofida Ili oblastlik bexatarlik saqchilar tarafidan tutib ketilib, shu kuni Bo'zdagi turmaga akitilgan. Onundan keyin u yerda qonunsiz ishchilar tarbiyalash bo'lgandan keyin 2019 iqolatni sud ichib, opam dadamni birinchi qaytimda 5 yil kesgan, keyin yana markazdan buyruq tushdi deb opam dadamga 18 yillik qamoq jazosi hukm qilgan. Garchi sudninki qog'ozlari, tomga besilgan hujjatlar bo'lmasa-mu, ammo og'zaki bo'lsa-mu, sudning qarori kuchga ega bo'lib, hozirgacha dadam kunaslik turmada, opam bayondaydagi turmada jazo muddatini o'tayotdi. Men sudninki hamda asosli qarori bo'lsa, meningki opam dadamninki meni Shvetsiyaga o'qishga chiqqan, panohlik tilagan, siyosiy faoliyatlarga qatnashgan deb, uniki 2014 shu nimada Turkiyaga borgan degandek narsalar bilan qarlab kesib o'tgan. Men Xitoy hukumatiga shuni deymanki, Xitoy hukumati sen birinchidan bizningki vatanimizdan chiqib ketishing kerak. Seninki bizlar hech qanday ilishliqing yo'q. Ikkinchidan sen vatanimizdagi begunoh Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik qilding. Sen irqiy qirg'inchilikni to'xtatishing kerak, vatanimizdan chiqishing kerak. Uchinchisi, mening ota-onam nahaq kesildi. Cho'qim ota-onamni qo'yib berishing kerak. Seninki hech qanday dalil isbotsiz ota-onamni kesib o'tishingga men qarshi. Agar dalil isboting bo'lgan taqdirdami, sen dunyodagi eng aldamchi, eng nomussiz, eng iflos, eng bir chakana bir hokimiyat ustida turayotgan bir Xitoy hokimiyati, Xitoy kommunistlari seninki gapingga hozir dunyo ishonmaydi, sening so'zingga hozir sening bilan hozir dunyo san o'yib ketdi. Shuningga sening bu chiqargan qaroringga dunyo e'tirof qilmaydi. Men agar opam dadamni qo'yib bermaydigan bo'lsam, men bu yerda turib har kuni sening oromingni buzaman. Ma haftalarda men yerda yig'in bo'lib qoldi, boshqa davlatlarningki menga kelib atgarak kelsam, qilishimni tushdan keyin shu tinch holatda turib o'tkatsang dedi. Shuningga men shu tinch holatda nima qildim? Endi onim yasatgan narsamni shanba yo dushanbadan boshlab olib chiqaman. Chiqib undan o'tirga vatanimizning ko'k bayrog'ini lapildatib, bir tarafda Amerikaniki, bir tarafda Shvetsiyaga qo'yib, rasmiy bu namoyishimni jonlantirib, garchi Shvetsiyadagi ba'zi bir hukumat odamlari bilan aloqalashgan bo'lsam-mu, bularninki bu ishga qarab chiqadiganligi, hozir ko'ngil bo'lish bosqichida ekanligi to'g'risida men bilan ko'rashganlar esdashlik qildiganligini bildirdi. Bularga bir ishni ya seni opangdan cho'qim olib chiqib bermaysanki, undaq qildi demaydi, ammo diplomat jihatdan bularning bir sistemasiga kirdi deb o'ylayman. Bularninki Beyjingdagi Shved konsulligimi xat yozdim, bosh konsulmi bildi. Garchi esdashlikni bildirgan bo'lsa-mu, bularninki cho'qim shu bir kun olmay bir kuni bu ishni hal qiladi deb o'ylayman. Agar hal qilmasa, o'zimninki iqtisodiy kuchim yar bera oladi. Dunyoninki har qanday yeriga berib, men bu ishimni cho'qim oxiriga chiqarishga tirishiman.
Apam dadamni qutuldirib chiqish uchunga cho'qim tirishimi. Kerak bo'lsa, hatto Birlashgan Davlatlarninki ishkiga kirib bo'lsimi, cho'qim bu ishni bir o'zim boshlab chiqaman. Chunki bu meningki ota-onam. Shuningga boshqa qarindoshlarninkimi hech narsadan ansirmay, ota-onanglar uchun guvohlik chiqinglar, ota-onanglar uchun nima qilinglar, shunaqa narsalarni yozib chiqib norozilik namoyishlarni bildiringlar qarindoshlar. Bo'lmasa, ashlarga faqat ashning ichida o'lib ketib qolsa, bir-bir vijdon azobı tortmaymiz yoki duo qilib o'tib ketamiz. Qolgan qarindoshlarmi vatan degan bir uqumni unutib qolmayli. Biz shu tuproqninki neni niyat suyini ichib cho'ng'ilgan vatanimizga, tuproqimizga tuzkorlik ishlarni qilmayli qarindoshlar. Bo'pmi? Hargiz nohaq tarafda tutib ish qilmayli. Hargiz xoinlarninki chopinini ko'tarmayli qarindoshlar. Vatanimizda xalqimiz shunchalik qiyin ahvolda rostni dalanmasanglarmi, nohaq uchun chavoq chamanglar qarindoshlar. Mening gapim tugadi. Undan bo'lsa, Xudoyimga omonat.